Hey guys do'stlar, bugun telefonimizga shunaqa iPhone emojilar qilishni o'rganamiz. Ko'p kishida bunaqa iPhone emojilar yo'q. Shuning uchun o'rgatinglar deyishyapti. O'shanga biz birinchi mavzular bo'limiga kiramiz. Deganimizdan keyin hammada qidiruv bo'limi bor. Mavzularda qidiruv bo'limiga shunday deb yozamiz. Ya'ni iOS 16 va iPhone emojini shunday deb yoziladi. Yozganimizdan keyin qidiruvni bosib shriftlarga kiramiz. Shriftlar bo'limiga kirib bo'lgandan keyin shu yerda iOS 16 emoji bor. O'sha emojini bosib amalga oshirishni bosamiz va tayyor emojilar telefoningizda o'zgaradi va yangi emojilar qo'shiladi. Yoqqan bo'lsa, rahmat.